bir gap aytaman. Yaqinlaringizni sizga Alloh tanlagan. Alloh tanlagan ne'matdan yuz o'girmang. Sizga jigar bo'lgan aka, uka, opa, singil, ota, ona, turmush o'rtoq, farzandlar bular Alloh tarafidan berilgan ne'mat hisoblanadi. Bunday ne'matdan yuz o'girishlik Allohga nisbatan isyon bo'ladi. Ularni sintez qilish, analiz qilish Allohga nisbatan isyon bo'ladi. Men aytyapman shuni. Bir isyonkor banda sifatida aytyapman. Men ham o'tish paytida, bo'doqlik paytimda ularni sintez qilganman, ularni analiz qilganman. O'rtoqlarimni dadasi bilan dadamni solishtirganman. O'rtoqlarimni onasi bilan onamni solishtirganman. Ularda ko'rayotgan ijobiy xarakterlarni o'z ota-onamdan, yaqinlarimdan qidirib topolmasdan ichimda ularga nisbatan g'ashlik, ularga nisbatan to'siqlar tushgan. Menda ham bo'lgan.